Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun Tekno kompaniyamizdan yangi tovarlar keldi. iPhone Air ga konkurent chiqdi. Kelingda. Tekno Slim Spark Slim degan model. Ochib ko'rsataman, keling. Xarakteristikalarni aytib o'taman. 5160 batareykasi, 144 Hz ekran. Ekranlari H Super AMOLED ekran bo'ladi. IP64 suvdan, chendan, hamma narsadan zashtasi bor. Protsessori MediaTek Helio G200 yangi chiqqan protsessor. Kameralar 50 megapiksel. Korobkalari ham mana dizaynni os ko'rsataman sizlarga. Mana qarang. Ichkariga. Dizayni Airga o'xshab chiqqan, faqat bunda kamera ikkita ekan. Ekranlari H 144 Hz ekan. Ishlashlari ham zo'r xudo xolasa. Komplektida o'zini 45 vatli bistri zaryadkasi, kabeli. Keyin buni ichida chipol dokumentlari bilan. Keyin Teknodan yana boshqa telefonlarimiz ham kelgan. Игровой telefon so'raganlar uchun hop Tekno Pova Neo 7 degan modeli 16 ga 256 talik. Hop batareykalari buniki ham batareykasi zo'r 7000 mAh 120 Hz Full HD plus ekran. Hop kameralari 108 megapiksel, bunda ham IP64 suvdan chendan zashtasi bor. Keyin yana Camon 40 Pro lar kelgan so'raganlar uchun. Bu ham AMOLED ekran, IP68 suvdan chendan zashtasi bor. 5200 batareykasi bilan. Hammasi bularni ofitsialniy imekasi o'tgan, bular root bo'lmagan. Hop, qolgan Tekno Spark 40 Pro Pluslar bor, Prolari bor. Spark 40 o'zi bor. Hammasini qulay narxlarda qilib beramiz. Bularni narxlarini xudo xolasa bugun kanalga tashlab qo'yamiz. Barchangizni Pop Mobile CC do'konida kutib qolamiz.